Bismillah. Esselamu aleyküm. Aziz, muhterem, süyümlük Şarkı Türkistanlık qarindaşlarım. Bugün yana mulakat olduk. Bunun için Allah'a hamdlar olsun. Bek sözleş hevesim yok. Şundaqtımı bazı züruriyetler mecbur kılıvadı. Bunun için yana oturduk, görünüp kaldım. Körüvatkanыңладык bugünkü tema baş buluş sevdalıqı. Aslında bu mavzunu başka türlü koyuşunu oylagandım. Bunu her xil koysak boladı yani. Mesela Uygurlardaki öz meptulluk deyiş mümkün. Uygurlardaki vangshujilik desek mi boladı? Uygurlardaki ulugluk açgözlüki. Mana şunda bir tizimlik uzarap keteverdi eger. Şuna bunu bir manada düşünüp edişmi hata. Buna ait kəm mənlərini çıkargan bir mavzu. Mana şundaq. Bu sevdalık, mana şu vangshujilik, goya bir sendrom, bir psixik kesellik derecesiga yetkenligini görüp ağıl boladı. Nereden görüp ağıl boladı bunu? Keyinki çağlarda birdilla torlarını kaplap ketken birleşiş çakırıklarının ilhamı bilen aqadan quruluvatkan teşkilatlardan bekrek teşkilatlar üstü bir kurulma hiyalıdın bunu görüveliş mümkün. Goya şundaq bir kurulma barlıq teşkilat ve kurulmalarının hemmisinin üstüdün hükümranlık kılıdığan yeni bir kurulma kuruş bilenla bizning jimi meselelerimiz hal bolup ketadigan-dek lapla. Meyle nima qursak qurayli, o yana bizlerden, yani Uygurlardan teşkil tapadigan gapdi. O halda bu yeni kurulmanın ilgirkilerden nimasi artdı? Qandaqsiga burunqillarda iş akmagan bolsa, bu yenisida işler жүрüşüp ketişi mümkün. Bularga cevap berelise, bunu quravatqanlar bu savollarga javob beralisa. Bu cevap eğer realligimizga uygun, haqiqatan amaliy cevap bolsa, uqib baqsak ziyni yo'q. Lekin faraz qila olaymizki, birmuncha yo'g'on gaplar, ulug'vor quruq gaplardan boshqa hech qanday amaliy aqlga yotqin, ichki tashqi shartlarimiz hisob qilingan bir javobi bo'lishini tasavvur qilib bo'lmaydi. Onu ok qilib, bunu ko'p qilib, ananda qilishimiz kerak, mana bunda qilishimiz keraklar bilan to'lib ketgan bir proje. Bular bir plan emas. Aqlani tasavvurmi? U emas. Herdem xiyollik. Don Kixotlarning oliy xiyoli orzusidan iborat. Undaq olmaydigan bo'lsa, bu qurilmani qurishdan burun uni andaq bunu bundaq qilg'ili nima ish qilib bo'lmadi? Bunu qurishdan burun nima ish qilinmadi shu ishlar? Yoki mavjud qurilmalar bilan yoki mavjud qurilmalarning nomida nima ish qilib bu deyilgan yo'g'on gaplarni ishga oshirib bo'lmadi? Farqi zodi nima? Buni aytib beralamda? Yo'q. Aytib bergidek bir nima bo'ladigan bo'lsa, burunla shu qilish kerak, etish keraklar bilan birlikda o'tirib qo'yilgan bo'ladi. Nech takrorlaganimdek, aziz millatimiz tehichi plan bilan arzuni ayirib olaligini yo'q. Arzu xiyolda tug'iladi. Xiyolda tug'ilgan arzu agar rostilla bek kuchli bo'lsa, yanala energiya roli o'ynab, insonni olg'a ittiradi va ishga oshirish yo'lida boshqa turishga, g'ayrat qilishga undaydi. Aslida buning foydasi bor arzuning. Her qanday büyük
g'albalar, büyük neticeler. En evvel ma'lum insanın xiyolida orzu şekilde barliqqa keladi. Ondan bu reallikqa aylandi. Arzuning bo'lishi xato emas. Xato nada? Bizning arzu bilan planni aralashtirib olishimiz. Ya'ni arzuni plan deb o'ylab qolishimiz. Bu xato. Lekin bizdikisi haligacha energiyaga aylanib boqmadi bu arzular. Torlardan qaraydigan bo'lsak, Uyg'urlarning xeyli yaramli ekanligi ko'rindi. Bunga qarab xeyli bo'ladi ekanmiz juma deb o'ylab qolasiz. Yakka qilinayotgan shaxsiy ishlar. Yakka shaxs sifatida qo'lidan xeyli ish keladigan, kelayotgan Uyg'urlarning borlig'ini ras. Ama bir kollektifning ichida bo'lganda bu rol, bu alohidlik hech joriy olmaydi. Cimli yetib olishları mümkün. Çünkü ruhimizdeki vanşücelik tüpeyledin, kolumuzdan keldiğen her iş biz için işinadigan tağ bulup rol oynaydı. Çoğunluk hırsımız için bir asas yaratıdı da, "Bunday yaramlık adam turup, xatni hamını işlep beremde" degan meş'um bir niyet doğdu. Şuna yekki bo'lganda qo'li gül bu kishi kollektifning ichida bo'lganda milyonlagan yaramas Uyg'urning biriga aylanib oladi. Bu hal ixtiyorsiz holda Tayvanlik Xitoy yozuvchi Beiyangning Rezil Xitoylar nomli kitobida deyilgan shu jumlalarni esimizga soladi. Bir yapon bir cho'chqaga o'xshaydi. 3 yapon, ya'ni 3 cho'chqa birlashsa bir ejderhaga aylanadi. Bir Xitoy bir ejderhaga o'xshaydi. 3 Xitoy, ya'ni 3 ejderha birlashsa bir cho'chqaga aylanib qoladi. Hatto bir qurtga aylanib qoladi. Bu gap bizning amaliyatimizga naqadar tushdi. Buningdagi Xitoy degan ismni Uyg'ur degan ismni yengilab qo'ysa dal biz. Men bu gaplarni nazariya tadqiq qilib topgan gaplar emas. Amaliyat jarayonida his qilganlarim, his qilayotganlarim. Birlik jarchilarga chaqiriq qilib baxtim. Ba'zi alohida bo'lgan sarxillarimiz bilan shaxsiy ko'rishmalar qilibmi sinab baxtim. Kollektif ichida rolini joriy qildirib xizmatining ko'milib qolishidan ensiramdi yoki boshqa biz bilmaydigan andishalari bormi? Yaqin kelgani yo'q. İştahasıga uygun tushadigan bir martabani berishga har qachon tayyor ekanligimizni bildirdik. Yanada yo'q. Men turib turay. Uyg'urlarning asosli gapi aqllarning bo'ladi. Xitoyning bir tamsili bor, aql o'zini ayaydi. Shuningga o'xshash o'zini ayaydi bizning aqllarimiz. Men turib turay. Yoki bizdek bilarmanlarning ma'lum bir partiya yoki ma'lum bir tashkilotga tabe bo'lib qolishimiz yaxshi emas. Biz tashkilotlar usti bir qurilmada turib, aql, maslahat, iddia ishlab chiqarib, ta'minlab berishimiz texmo aqlani bo'ladi degan safsatini ilgari suradiganlarimiz bor. Ya'ni bosh bo'lish erismanligi, vangshujilik, o'z mabdullik, ulug'liq xirsi. Biz bunda başbashdoqlik xarakterimizning shakllanish jarayoni haqida ilgari psixik analizlar qilgandik. Bu yerda yana takror ta'kidlashimizning o'rni yo'q. Bu yerda yangi qurilmalar niyat qilayotgan ulug'vor g'oyalarga nim bo'lishini bir oz tahlil qilib ko'rsak. Nurg'un qarindoshlarning ko'zini alchakman qilib yetadigan ashu ulug'vor quruq gaplarning qismati haqida to'xtalsak. Xalq bundaq cho'ng gaplarning hech pisand qilg'uvchiligi yo'qligini bilib olsa deyman. Yangi qurilmalarning maydonga kelishidagi zaruriyatni izohlashga bag'ishlangan shu dabdabilik bahonalar o'xshab ketadi.
Xitoyning zulmlashayotgan, qatlam kuchayayotgan, dunyo jamoatchiligi Xitoy qarshi tutumlarni o'tirib qo'yayotgan shunday bir vaziyatning taqazzosi yoki shunday bir vaziyatga moslashish uchun yoki maydonga keladigan yangi vaziyatga javob bera oladigan rejasi bu. Ya bu tashkilot yetishmayotganda yana birini quribdi ya bu deydiganga javoban oldin tayyorlab ko'rsatilayotgan bahonasi mana bu. Endi qarindoshlar so'roqlash metodi bilan so'roqlab ko'ringlar buni. İlgiridan mavjud tashkilotlar yoki boshqa tashakküllar siz degan yerdan chiqolmadimi? Avtonomiya deb davoni tuyuq yo'lga hatto sayozga batırib qo'yganlarni ash qilmishlar tufaylidan davoning jinoyatkorlari deb bahona qilasiz. Boshqalarga nima deysiz? Hatto bundaq yangi tashakküllarni barliqqa keltiruvchilarning xeli nurg'uni aslida ma'lum bir tashkilotga, hatto bir necha qurilmaga a'zo kishilar bo'lib, bunisi texmi kulkiga sabab bo'ladi. O holda so'raylikki, aşı o'zingiz qatnashib kelayotgan tashakkul ichida bo'lganingizda, mush qilmoqchi bo'lganlaringizni qilishga urinib to'sqinlik uchirdingizmi? Agar yo'q bo'lsa, buning javobi yo'q bo'lsa, o holda shu deganlaringizni haligacha nima ish qilmadingiz? Bu yangi tashakkul siz va sizdek Uyg'urlardan tarkib topamdi yoki boshqa planetdan kelgan odamlar bormi? Agar undaq bo'lmasa, ilgari hech qilinmagan va qiyg'il bo'lmagan bu ishlarni qanday qilmoqchi? Kim bilan qilmoqchi? Hatta yangi tashakküllarni tug'dirayotgan bu tug'umchan va mo'l usulliq tashkilotchilar ilgaridan ma'lum bir tashakkülning beshi bo'lib kelayotganlar bo'lishi texmi diqqat qo'zg'aydi. O holda ilgari u qila oladigan ashu ulug'vor ishlarni qilishga burungi tashakkul yoki qurilma to'sqinlik qildi deya olamdi? Yo'q, chunki beshi yuz emasmidi? Beshi yuzi bo'lgan ekan, bu yangi qurilmada qilishni planlagan, amaliyotda arzulagan ashu ulug'vor davr bilgich qadamlarni ashu bo'lgan tashkilot nomidan qilaversa bo'lmabdi. Bu ishni qilishga agar tashkilotning ismi tutilib qolgan bo'lsa, ismini o'zgartirsa bo'laveradi. Ko'rinib turganidek bu yerda niyat qilinayotgani bosh bo'lish, ish qilish emas. Birinchi numurliq figuran bo'lish havisidan manbalangan urinishlardir. Üst birlik, tashkilotlar birligi, federatsiya, delegatsiya, nima desangizdan Uyg'urlardan tashkil topadiganlar bo'lsa, tashqi planetdan birlari kelmaydigan bo'lsa, atam aytgan bayqidir. Bu deganligim umidsizlik targ'ibotiga jo'rilmasin. Biz vaziyatimizni tuzatmoqchi bo'lsak va buni pandi nasihatlar bilan tuzatishga ishonsak, ham shu yo'lda g'ayrat qilmoqchi bo'lsak, u holda tashkilotlarni texmi pahal qilish orqali emas, kollektivlik ruhni, jamoatlashish ruhini uyg'otish orqali qilsak texmi to'g'ri bo'ladi. Aslidan bosh-boshdoq ko'ngan, har biri birdan vangshuji bo'lgan bir xalq bugünkidek teşviqat namısı mevcut turgan vaziyette ixtiyari ravishda vujudga chiqamdi. Shaxsan men bunga ishonmayman. Burundan deb kelayotganimdek majburiy choralar bilan bundaq buzilgan ruhiy qurilmani qayta qurib chiqish mumkin. İmkoniyat bo'lgan taqdirda bunga eng az bir asr vaqt ketadi. Majburiy vositalarimiz bo'lmagan ahvolda bugunkidek to'l dunyosining eziqtug'uchi jangallarda texmi eziqishimiz mumkinki, saqayishimiz haqida gap etishdas. Yeni qurilmalarga havas qiluvchilar go'yo mushundaq bir dabdabalik qurilmani e'lon qilib olsinlar, boshqa barliq to'plar o'zligidan kelib, bu egiz tiklangan mo'mi atrofiga xomon bo'ladi deb qaramdiganda. Shunisi. Bundaq egiz mo'milar birla emas. Qaysiga berib ketilish kerak? Tig'i bundan keyin yana yig'inlar maydonga kelishi mumkin. Her qaysi to'planib bu mo'minning tuviga kelishga undaydigan chorangiz nimada? Biror unumli chora bormi?
təfsili və qədəm basqıçlıq halda aqlğa muvafiq keladigan tarzda o'tirib qo'yilgan tadbir bormi? Yo'q. Birlik klassik usul var. Qalpoq kiydirish. Mantiqligan mo'mituga kelib, xominimga qatılmasan, birlashishga qarshi chiqquchi bo'lasan. Birlikning dushmani e'lon qilaman. Bu hozirgacha hech kimni qo'rqitolmagandek. Bundan keyin bu bichora usulning hech qanday turtkilik roli bo'lishiga ishonmayman. Halkının sırtığı yana bir halkı keydirigendek bir teşkilat tuturup yana birini kuruş, birinin sırtığı yana birini keydiriş ornuğa, nemişki aşı mevcut boğunuğa, hatta aşı özünüz baş boğan biriga kişilerini celip kılıp toplamaysınız. Sebep o herketsiz yetiş jarayonida ko'nirab, puchulup, untulup, tamamen celipkarlıkını yo'qotganligi uchun yenidan bir nima jakalash ehtiyoji his qilayotgandeklar. Bizning o'z-o'zimiz bilan saqlay olmaydiganligimiz haqida ba'zilarning qarshilik tug'ilishi mumkin. Buningga mening kechmishimdan misol qilsam bo'ladi. Ben 4 yildan beri kapshyapman. Fakat YouTube kanalımның resmi müşterisi 3500 dan ortiq. Şundaqken, men qancha odamni ko'ni qarashlardan, xato qarashlardan, an'anaviy o'rgangan qarashlardan qaytirib o'zgartirganman. Meningcha hech kimni o'zgartirmadim. Yoqtirayotganlarning hammasi aslida ash qarashga moyil kishilar. Mening kapshlarim ularning qarashlarini mustahkamlash roli o'ynagan bo'lishi mumkin, ammo xato qarashdagilardan hech biri o'zgargani yo'q. Öz amaliyatiga birlashtirib o'ylab ko'ray deganimi yo'q. Faqat anglabli qo'ydi, bo'lmasa shunday sinab baqsaq bo'ladi. Mening 4 yildan beri so'zlarimning javhari nima? Bir necha jumla bilan deb baqadiganlar bormi? İnkas ko'zlariga yezib turganlar. Yani dava qilamizni deydi ekanmiz. Qon qinimizgacha singdirib etmasak bo'lmaydigan bir siyosiy prinsip o'tirib qo'ydim men. Aşın dep bakanlar. Bundan başka ma'lum birisi bir inkasda shunday depti. Mening nutuqlarimni 4 yildan beri anglab kelib o'tibdi ekan. Lekin keyin qarasam men tarixda o'tgan hamma odamni tillabdimi. Shuning bilanlar u menga sarankan degan diagnozni qo'yibdi-da, bo'ldi qipti. Ahvol mana bu. Hamma odamni degani bir xato. Shunday hamma odamni tilladi. To'g'rimi ya? Tillabdi degani yana bir xato. Shundaqmi yo'qmi? Men faqat xato holda ulug'lanayotganlardan bir nechasining haqiqiy yuzini ko'rsatib qo'ydim. Uning ustiga pakti bilan. Bu yerda hatta paktmi hisobga olinmaganda tillagan deb xulosalangan. Demak, paktga hurmat qilish haqqoniyat tuyg'usi. Pakt deganning munozirdan ustun turadiganligi, pakt o'g'an yerda talash tortishga o'rin qolmaydiganligi haqidagi so'zlarim hech yuqmagan. Paktmi uning o'zining burundan kelayotgan tunishi qasraqlashgan, ya'ni qetishgan qarashi yanada ustun kelgan. Paktmi ustun. Tavob qilayotgan mazarda ching turishni tanlagan. Yani burundan xato qarash ekanligini e'tirof qilib, u qarashdan yenish her qanday Uyg'urga eg'ir keladi. Chunki Uyg'urdagi vangshujilik, gadankeşlik, menmenlik, o'z mabtullik bunga yo'l qo'ymaydi. Men degan men tursam, xato tanlaytimmi deb o'ylaydi-da, o'zininkida ching turib qiyomatga ketadi. Mana bu bizning milliy xususiyatlarimizdir. Amaliyatimiz bunday ekan. İxtiyari halda ulug'vor iddialarga kishilarni ishondirish, ularni bir mo'ma atrofiga xaman qetish tamamen fantaziyadan iboratdir. Shuning uchun ta'kidlayman, buning uchun majburiy choralardan boshqasi rol o'ynamaydi. Va bunday majburiy choralar uchun bugunning o'zida imkoniyatimiz yo'q. Ahvol undaq ekan, yeni teşekküllerini barlık keltiriyotgan aqllarga nima degilik? Ularni bek dana deymizmi? Yani bizning ko'zimiz yetmagan bir ishni vujudga chiqara olishiga ko'zi yetgan favqulodda aql odamlar.
Deymizmi? Elbette şunda deyişki layakatlik. Ama bir mezgil küzütüp rastırla degenlerini vücutga çıkaralısı şundaq yüksek bahane hak etken boludu. Şugunası men işenmeyman. Ve cüret kılalaydıganlar bolsa bağlışıp koyuman. İsim jaka alınıp köp ötmey unutulup gitiyotgan aş teşkilat ve kurulmalardan yana birisi köpeydi halas. Endi yuqorida zikri kechgan tilg'an, tillaydikan, tillidi deyilgan gapga kelsak, buni bugun Uyg'ur jamiyatida umumlashgan bir xato ta'birlashdir. Tillash bilan pokitlik qoldi abdi bashirisini ichib tashlashning osmon zimin farqi bor. Birisida hech qanday pokit asosi bo'lmaydi. Ko'zini yumib tillaydi. Bu dal mushu tillidi deb qalpoq keltirishga tayyor turayotganlarga texmi uyg'un keladi. Chunki ular hech qanday pokit asosi bo'lmay turiblar tillidi deydiganlardir. Yana birisi tillash emas, pokitlar asosida burundan shakllangan va qetishib qolgan xato qarashlarni og'dirib tashlaydi. Dal pokitni hurmat qilmaydiganlar, haqqoniyat tuyg'usi bo'lmaganlar, odam tillashga texim moyil bo'lgan, xatolarni quchoqlab qiyomatga ketishga bel bog'lagan kishilar aslida odam tillaydiganlardir. Chunki ularning pokitlarni ko'rmasga selib, odam tillaydi degan qalpoqni ko'tarib chiqishining o'zi odam tillashdir. Qarindoshlar, agar haqiqatan bu millatning qismatiga, taqdiriga ko'ngil bo'ladigan, ichingiz echishayotgan, yuragingiz pish kuyayotgan bo'lsa, o birlashish degan quruq gapni to'g'rilavermay, keling qetiling birisiga. Bir xamonga qetiling va qo'lingizdan keladigan shaxs holatda bo'lgan chog'da qilalayotgan ishlaringizni shu to'pning ichida qiling. Jamoatning ichida qiling. Mana bu birlashishdir. Mana bu amaliy harakat orqali birlashishdir. Quruq gap bilan emas, shuvar bilan emas. Tayyormisiz bunga? Qo'lingizdan kelamdi bir ish. Keling, agar sizning ishtahosingiz qaysi mavqe bo'lsa, biz shu mavqeni sizga o'tinib turamiz. Bugun qarindoshlar ashaqchi bo'lsin. Yanıla suallaringlarni kutaman. Ba'zi ko'nrab ketgan savollarga bataqicha javob berilmadi rastim desam, buning sababi o'xshamaydigan sabablar. Ishqilib bir sürü sebepleri var bunun. Bazı savollar bekmi yegane, bekmi shaxs tipida bo'lganlikdan umumiy bir kayfiyatning qisqartirilgan nusxasi bo'lmaganlikdan bir shaxsga javob berishni ortiq ko'rdim. Agar u umumiy kayfiyatimizga vakillik qilgudek savollar bo'lsa, albatta javob beraman. Yana ba'zi mavzudan sirt savollarmi bor. Masalan, adabiyot haqida, Uyg'ur adabiyoti, bizning Uyg'ur prozasi, romanlar haqida. Uningmi biraz ko'nglim tatmay turdi endi bu mush kunda, mush oyda ashi gaplarga kelsak qanday bo'lar deb ko'nglim tatmay turdi. Bo'lmasa bek so'zligim bor uni, chunki o'zim yaxshi ko'rgan hayotim bo'yi qilib kelayotgan bir ish bo'lganligi uchun uni texmi echilib, yeyilib so'zlashni istayman, biroq bu eshak ulayotsa degan iliq tamsilni yodimga yetkazib to'xtatib qo'yapti. Endi bek kuchli bo'lib ketsa talablar so'zlabmi qilishim mumkin. Undan boshqa yana ba'zi savollar va kun tartibimizga hali yaqin keladi. O o'xshamagan ko'z qarashdagilarning har ikki tarafidan
ba'zi savollarga, kun tartibimizdagi ba'zi ishlarga bir pozitsiya bildirishimni, bir tutum e'lon qilishimni tama qilayotgandek qilib turdi. Buningmi har xil sabablar bilan hozirgacha amaliy bir qadam alay demayapman. Buningmi o'ziga tushliq sabablari bor. Qani ko'ramiz keyingi navbatda nima so'zlashimiz shu vaqtki keyfimizga ko'ra belgilandi inshaalloh. Hammalarni Allohga topshirdim. Alloh hammalarni salomat qilsin. Keyingi qatim ko'rishguncha xo'sh.